15-asr jahon ma'naviyatining buyuk siymosi Nizomiddin Mir Alisher Navoiy Hijriy 844-yil Ramazon oyining 17-kuni, ya'ni milodiy 1441-yilning 9-fevralida Hirotda tug'ilgan. Hirot shahri 15-asrning birinchi yarmida sohibqiron Amir Temur asos solgan ulug' saltanatning ikkinchi poytaxti edi. Alisher Navoiy 4 yoshida mazmunan puxta satrlarni yod ola boshlagan. 7 yoshidan boshlab mustaqil baytlar bitgan. Bu buyuk qalam sohibi yaratgan asarlarning umumiy soni 4585 tani tashkil etadi. Mehr ko'p ko'rguzdim ammo mehriboni topmadim. Jon basi qildim fido, oromi joni topmadim. G'am bila jonimga yetdim, g'amgusori ko'rmadim. Hajr ila dil xasta bo'ldim, dil